Xalqimiz donishmand, istiqbolini farzand kamolida ko'radi. Har bir oila barkamol, sog'lom farzand tarbiyalab o'stirsam deydi. Va bu global jamiyatda O'zbekistonni tobora yuqori ko'tarayotgan bunyodkor maqsad. O'zbekiston yetakchisi xalqimizning ana shu ezgu maqsadi amalga oshishiga kuch beradigan islohotlarni boshlab berdi. Davlatimizda amalga oshirilayotgan uzviy ta'lim siyosatining mazmun mohiyati, tub ildizi maktabgacha ta'limda ekani shubhasiz. Bolalar bog'chasi bolaning to'laqonli shakllanishida muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi. Maktabga, jamiyatga, umuman mustaqil hayotga tayyorlaydi. Buxoro viloyati maktabgacha ta'lim tashkilotlarining qamrovi bo'yicha respublikada yetakchilardan hisoblanadi. Viloyatda jami 2212 ta bolalar bog'chasi faoliyat ko'rsatadi. Nima uchun aynan Buxoro? Chunki Buxoroda ta'lim tizimida prezident islohotlarining samarasi yaqqol namoyon etib turibdi. Muhtaram Prezidentimizning maktabgacha ta'lim sohasiga e'tibor berilishlari mana shu maktabgacha ta'limni to'liq qamrab olinmagan joylarga to'liq ta'lim muassasasi qurildi. Mana 7 yil ichida bitta Buxoro viloyatining o'ziga 178 dan ortiq davlat ta'lim muassasasining qurilishi. Eng olis hududga borib qarasangiz ham yangi bog'cha qad ko'targan. Yoki bo'lmasa maktabgacha ta'lim bilan shug'ullanishni istagini bildirgan tadbirkorlarga imtiyozlar. Maktablarning bo'sh yerlarini bemalol foydalanishi, ularga subsidiyalar ajratilishi. Mana bu maktabgacha ta'limni sohasiga qaratilgan eng katta islohotlardan bittasi. Mana Buxoro viloyatida 22% dan 91%gacha ko'tarilishi albatta bu jarayonda davlatimiz rahbarining maktabgacha ta'lim sohasini davlat siyosati darajasiga ko'tarilganiga dalolat beradi. 91% deyilgan narsa bu juda katta salohiyat, juda katta bilim. Bu yosh avlodni maktabdanoq bilimli qilib chiqishimiz. Hozirgi bolalarga agar borib suhbatlashangiz, butunlay dunyo qarashi o'zgacha. Bu yerda ta'lim dasturlar o'zgaryapti. Poydevor qilib berilyapti, pastdan poydevor qilib berilyapti. Ta'limni poydevori maktabgacha ta'limdan borilyapti. Mana shu islohotlar albatta hammasi yurtboshimizning ta'lim bo'yicha olib borayotgan siyosatlarning yaqqol dalili hisoblanadi. Agar ortga nazar soladigan bo'lsak, mana 2016-yilga Buxoro viloyatida atigi 336 ta maktabgacha ta'lim muassasasi bo'lgan. Ya'ni bu umumiy bolalarning soni 22% ni tashkil qilingan. Ya'ni 133 mingta bolamizdan atigi 34 ming bolamiz maktabgacha ta'limga qamrab olingan. Bu albatta o'sha maktabgacha ta'lim muassasalarining kamligi. Hozirga kelib davlat muassasalarining o'zi 514 ta davlat ta'lim muassasalari bo'lgan. Bu yerda 163 mingta boladan 148 mingtasi qarib 91% qamrov darajasiga yetdik. Bunda albatta 7 yilda ichida Buxoro viloyatida 178 ta davlat ta'lim muassasasi qurildi. Oilaviy, ya'ni nodavlat ta'lim muassasalariga biz ham urg'uni qaratganmiz bu yerga. Albatta xususiy ta'limda, nodavlat ta'limlarda ko'lami ham anchagina bizga viloyatimizda, ya'ni 1551 ta nodavlat ta'lim muassasalari bor. Bunda 59 mingdan ortiq bolalarimiz ta'lim tarbiya olib kelyapti. Bugun Buxoro viloyatida 3-7 yoshli bolalarning 148.778 nafari, ya'ni 91.3% maktabgacha ta'limga qamrab olingan. 90.103 nafar bola davlat, 59.882 nafari esa nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiya olishmoqda. Buxoro viloyati maktabgacha ta'lim tashkilotlari qamrovi bo'yicha respublikada 1-o'rinda turadi. Bu masalan respublikada eng katta viloyat emasdi, lekin ko'rsatkich baland. Buni sababi nimada? Respublikamizda 2018-yildan buyon butun maktabgacha ta'lim sohasini isloh qilish boshlandi. Mana shu isloh qilish davomida xususiy sektorlarni rivojlantirishga juda katta e'tibor qaratildi. Tadbirkorlarga ham bu yo'nalishda bir sharoitlar bormi? Tadbirkorlarga bu yo'nalishda muhtaram prezidentimiz tomonidan juda katta keng imkoniyatlar berilgan. Bugungi kunda hozir faqat nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'zida xususiy davlat tashkilotlari bor, hamda davlat xususiy sherikchilik asosida tashkil etilgan tashkilotlar bor. Undan tashqari oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari bor. Faqat nodavlatning o'zi 3 turga bo'lingan.
Mana shulardan oilaviy bilan davlat xususiy sherikchilikka davlatimiz tomonidan subsidiyalar ajratilgan. Kam foizli kreditlar berilyapti. Tadbirkorlarimiz qo'llab-quvvatlanyapti. Mana kuni kecha o'tkazilgan prezident selektorlarida ham mana shu xususiy sektordagi maktabgacha ta'lim qamrovini oshirish masalasida juda keng yanada tadbirkorlarimizga imkoniyatlar berildi. Buxoro shahridagi 5-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotidamiz. Bu yerda bolalar uchun xavfsiz va qulay muhit yaratilgan. Guruh mashg'ulotlarida kichkintoylarning sog'lom o'sishi, dunyo haqidagi dastlabki tasavvurlarini boyitish, jismoniy kamolotiga katta ahamiyat beriladi. Bir necha yil avval bu maskanda sanoqligina o'yinchoqlar, devorlari shunchaki bir xil bo'yoqqa bo'yalgan xonalar bolalarni zeriktirar, bo'sh vaqtlarini rasm chizish bilan o'tkazishar edi. Ammo bugun qarang, bugun hammasi boshqacha. Matematikaga nima kiradi? Qo'shish, tenglik, kubiklarimiz, kvadrat shakllarimiz, romb shaklimiz, raqamlarimiz. Haqiqatni aytadigan bo'lsak agar, ham zamonga ham nafas bo'ldik, ham ortga bir qarab qo'ydik. Chunki biz milliy qadriyatlarimizni, milliy g'urur, iftixorini bolajonlarga singdirishni orqali zamonaviy ta'lim berishga o'zimizni yo'naltirdik. O'sha uchun bizni bolajonlarimiz juda ham o'zlarini erkin sezishadi. Avvaldan tarixga boqadigan bo'lsak agar, ajdodlarimiz ko'p tillarni bilishgan. Va Buxoro viloyati asosan ko'p tilli xalq hisoblanadi. Biz guruhlarda har bitta guruhga tajriba sinov tariqasida 4 tilni o'rgatib borish, adabiy ravishda va muloqot darajasida o'rgatib borishni o'zimizga amal dastur qilib oldik va yaxshigina natijalarga erishdik. Har bitta tarbiyachini o'zini yondashuvi bo'ladi. O'quv dasturimiz bor. O'quv dasturimizni o'qib, uni ijrosini ta'minlash maqsadida har bitta tarbiyachi yoki rahbar o'zini kunlik rejasini tuzadi va uni ijrosida yangiliklar yaratishda o'zi kelaveradi. Avgust oyida Taram prezidentimizning tashabbuslari bilan Koreya davlatida malaka oshirib keldik. Ana shu yerda biz bir narsaga amin bo'ldikki, ularni ekologik tarbiyaga bo'lgan munosabati meni hayratlantirdi. Ayni bugungi kunda dolzarb. Ayni dolzarb bo'lgan, keyin gadjetlarga bo'lgan munosabati meni hayratga qoldi. Qo'l ishini ustun qo'yishlari hayratga qoldi. Bu deganiki, gadjetlarni ikkinchi o'ringa qo'yib, qo'l mehnatini birinchi o'ringa qo'yar ekan Koreya. Bunda deydi ota-ona bilan muloqot, bola bilan o'tkazilgan vaqt, tarbiyalanuvchi bilan tarbiyachini hamda tashkilot bilan ota-onani hamkorligini jipslashtirib beruvchi bir yo'lakcha hisoblanar ekanda. O'sha uchun masalan bolajonlarimiz ota-onamga xat bo'ladi, his hayajonga berilib bolajonlarimiz bizni ichidagilarni to'liq ayta olmaydi, lekin o'zini tengdoshlari orqali ular hozir yozisha olmaydi-ku. O'sha uchun kichkina playerlar yordamida biz ota-onamga ovozli xabarlarni tashkil qildik va u yerda bilasizmi, bolajonlarimiz do'stiga xuddiki suhbatlashayotgan jarayonda, bilasanmi oyijonim, mana bunday meni oyijonim chiroyli masalan osh qilib berdilar. Men rahmat demoqchi edim, ayta olmadim, lekin xohladimki oyijonim tashkilotda ham o'z qo'llari bilan pishirib bersinlar. Ichidagini chiqarib bolalar. Ichidagini chiqarib berishi, uni fikrini bayon qilishdagi samimiyatlikni chiqarib berishi bizni juda ham bu siz o'sha xorijdan olib kelgan tajribangizni mana shu bog'chada qo'llayapsiz. Shuning uchun qamrov katta. Qamrov katta. Biz bog'chamizda asosan bolajonlar bilan turli xil qiziqarli mashg'ulotlar olib boramiz. Narsa va buyumlarga ikkinchi hayot berish, ya'ni keraksiz bo'lgan buyumlardan qaytadan chiroyli narsalarni yasashni va qurish yasash, konstruksiyalash jarayonlarini birgalikda olib boramiz.
2025-yilda davlatimiz rahbarining alohida tashabbusi bilan ilk rivojlanish markazlari faoliyatini yo'lga qo'yish boshlandi. Mazkur yo'nalish bolalar qamrovini tibbiy ijtimoiy jihatdan kengaytirishga asos bo'ldi. Buxoro viloyatining G'ijduvon, Vobkent, Jondor tumanlarida ilk rivojlanish markazlari faoliyatini sifatli tashkil etilib, 501 nafar bola tarbiyalanyapti. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlarini qo'llab-quvvatlashga alohida ixtisoslashgan muassasalarda bolalarning sog'lom rivojlanishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bunday markazlar Buxoro viloyatida 2025-yildan boshlab faoliyatini boshladi. Shu markazlarning bittasi Vobkent tumanida transport va sanoat texnikumining bo'sh turgan binosida 3-7 yoshli bolajonlarni, ya'ni ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan, nogironligi bo'lgan bolajonlarga ta'lim-tarbiya berish maqsadida tashkil qilindi. Prezidentimizning 478-qarorlari asosida bo'sh turgan binolardan unumli foydalanish maqsadida mana shu yerda davlat ta'lim tashkiloti sifatida tashkil qilindi. Bundan maqsad esa maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrab olinmagan bolajonlarni qamrab olib, ularga ta'lim tarbiya berishdan iborat. Endi o'sha ijtimoiy reys turgan bolajonlar deb aytdingizda, demak bu mutlaqo bepul. Shundaymi? Mutlaqo bepul. Bolajonlarimizga o'yin guruhlari asosida tarbiyachilarimiz ta'lim tarbiya berib kelishmoqda. Farzandim ilk rivojlanish markazida ta'lim olyapti. Bundan xursandman. Tilida ozgina nuqsoni bor uchun umumiy bog'chaga bermay shu yerga bergan edim. Farzandim bilan logopedlar yaxshi shug'ullanyapti. Bundan xursandman. Yana yaxshi bo'lib ketgandan keyin katta bog'chalarga qo'ymoqchiman. Bunday sharoitlarni yaratib bergan prezidentimizga katta rahmat. Bugunning bolasi texnologiya va internetni tezda o'zlashtirmoqda. Shunga yarasha dunyoqarashi ham tezda rivojlanishi turgan gap. Aslida ham bolaning tabiati shunday yangilikni tez ilg'aydi, yangi bilimlarga qiziqadi. Buxoro viloyatida tashkil etilgan Rabata Kids maktabgacha ta'lim tashkilotlari tizimi tobora ommalashib boryapti. To'g'rida, bunday gadjetlar mittivoylarning kreativ fikrlashi, yangi qobiliyat va iste'dod imkoniyatlari sarhadini bosqichma-bosqich kengaytira borishi aniq. Bunda faqat unga to'g'ri yo'nalish berilsa bo'lgani. Mana yaqinda Buxoro davlat universiteti huzurida O'zbekistonda birinchi bo'lgan innovatsion bolalar bog'chasini ochdik. Bu g'oya tasodifan kelmagan. Biza 2019-yildan beri mana shu Buxoroda birinchi bo'lib robototexnika markazini ochgan edik universitet huzurida va shu 6 yil davomida biza 2000 dan ortiq o'quvchilarni robototexnika va zamonaviy bilimlarni o'rgatib keldik. Natijada 3 yoshli bolalarni qiziqishi, qobiliyatini ko'rib, shu narsani anglab yetdikki, agar yosh bolalarga yoshligidan to'g'ri metodika bilan bilim berilsa, natija bir necha barobar kuchli bo'ladi. Shu asosda biz oldin kichkina daholar degan kurs ochdik va bu bizga katta samara berdi. Va shunga asoslanib biza robototexnika asoslangan bolalar bog'chasini ochishni maqsad qilib qo'ygan edik. Natija juda ham quvonarli. Hozir bog'chamizdagi bolalar o'z yoshiga nisbatan ancha rivojlangan, ilmga bo'lgan ishtiyoqi, mehri juda ham ortib bormoqda. Albatta bunday innovatsion loyihalar davlatimiz e'tiboridan chetda qolmayapti. Davlatimiz tomonidan bizga shart-sharoitlar yaratib berilgan. Bu esa loyihamizni yanada rivojlantirishga, yanada kengaytirishga yordam beryapti. Yanada bolalarni ta'limga jalb qilish bo'yicha, yanada qamrovni oshirish bo'yicha bir qancha ishlarni amalga oshirib kelyapmiz. Jumladan mana yaqinda xuddi shunday tajribalarni amalga oshiryapmizki, maktablarning bo'sh binolari turibdi. Mana shu maktablarning bo'sh turgan binolarini maktabgacha ta'lim muassasasiga aylantirish doirasida ham biz qarib 17 ming bolalarni qamrab olyapmiz. 2025-yilda o'ziga 23 ta maktabning bo'sh turgan binolarni maktabgacha ta'lim muassasasiga aylantirib, ya'ni davlat ta'lim muassasasini barpo qildik. Bundan tashqari yana qo'shimcha shakllarni hurmatli yurtboshimizni sentyabr oylarida o'tkazgan ikkita katta kengaytirilgan yig'ilishlarida ham tadbirkorlarga juda ham keng imkoniyatlar berdi. Mana shu keng imkoniyatlar doirasida o'sha davlat xususiy sherikchilik asosida ochilgan bog'chalar,
ya'ni ko'p qavatli domlarning pastiga quriladigan maktabgacha ta'lim muassasalarining ochilishi mana shu qamrovning natijasiga bevosita ta'sir qildi. Albatta bu tadbirkorlarimizga yaratilib berayotgan imkoniyatlar, yurtimizda yaratilib berayotgan imkoniyatlarda mana shu ta'lim jarayoniga bevosita o'z ta'sirini, yaxshi ta'sirini ko'rsatib kelyapti. Shofirkon tumanida tashkil etilgan mana bu bog'chaning ko'rinishi boshqalarnikidan tubdan farq qiladi. Bolalar munosib ta'lim, tarbiya olsin uchun eng zamonaviy binolar ham ularning ixtiyoriga beriladi. Davlat xususiy sheriklik asosida tashkil etilgan Shofirkondagi maktabgacha ta'lim tashkilotida kichkintoylarning aqliy, ijodiy va jismoniy rivoji uchun yaxshigina sharoit yaratilgan. Bu bog'cha mana Yangi yil arafasida shofirkonliklar uchun juda bir quvonchli xush xabarga aylanib ketdi. Shofirkon tuman markazida bolalarni maktabgacha ta'limga qamrab olishga talab juda katta bo'lgani sababli mana tadbirkor mana shu Poykin mehmonxonasini bog'chaga aylantirganlari shofirkonliklar uchun ayni muddao bo'lib, ayni paytda bu yerda bolajonlar barcha qulayliklarga ega bo'lgan, zamonaviy standartlarga javob bera oladigan ta'lim tarbiya olish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu albatta shofirkonliklar uchun juda quvonchli voqea sifatida mana farzandlarimizni, ularning ota-onalarini yangi bir qulayliklarga ega bo'lgan ta'lim dargohida, tarbiya dargohida ta'lim olishlari imkoniyatini yaratdi. Albatta bu muhtaram yurtboshimizning xalqimizga yaratayotgan, yoshlarimiz ta'lim tarbiyasiga berayotgan e'tiborlari samarasi o'laroq ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana tadbirkor avvalambor mehmonxona bo'lganligi sababli xonalari keng, yorug'. Bu yerda tadbirkor juda ko'p xarajat ham qilib qo'ymagan, o'sha moslashtirib mana bolajonlarimizga bir qulay sharoitlar yaratganlar. Bu ham o'z-o'zidan bolajonlarni sifatli ta'lim tarbiya olishi uchun yana bir imkoniyat desak ham bo'ladi. Chunki bu Shofirkonni bir qiyofasiga chiroyli bir qiyofa qo'shib turgan, bir ko'rkamlik qo'shib turgan bino bo'ldi. Shunday ajoyib zamonda yashaymizki, buni ota-bobomiz faqat havas qilib o'tgan. Qanday ajoyib vatanda o'zgarishlar, obodonchilik, farovonchilik, eng katta yutug'imiz tinchlik, xotirjamlik. Ana shunday ajoyib binolarni qurgan, shunga yo'l bergan prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev boshchiligida O'zbekiston Respublikasida juda ko'p katta ishlar amalga oshirilyapti. Mana qaysi shahar qo'lda obodonchilik ishlari olib borilmayotgan? Buxoro deysizmi, Toshkent azim shahrimiz deysizmi, Samarqand deysizmi? Juda kuchli o'zgarishlar bo'lyapti. Shu qatorida mana ana shu bog'chamizda mana hamma sharoitlar qilingan, o'ta zamonaviy. Bu kelajak avlodimiz uchun qilingan ish. Mana shu yerda men ham bir nevaram tarbiya topyapti. Bundan juda xursandman. 4 tilda yo'nalishda bular tarbiya beryapti. Arab, rus, ingliz va o'zimizning o'zbek tilimizda. Bolamni o'zlashtirishi juda yaxshi. Har kun borsa bir yangi gap olib boradi nevaramiz. Hali she'r yodlab boradi, hali harf o'rganib boradi, hali suratlarni tashlab turadilar telefonga o'zlari. Bola juda yaxshi qiziqib qatnashyapti. Bola mehri shunchalik bog'cha yaxshi ekanki, mehri tortib har kun ertalab chiqib kelib tayyor turadi. Bog'cha ketdik deb. Men shunisidan xursandman. Meni bolam shu bog'chaga kelgandan buyon juda xursand, kayfiyati a'lo darajaga uyga kirib boradi, rivojlandi. Bir so'z bilan aytganda, bog'chani o'z o'rni bor. Bu yerdagi pedagoglar, bu yerdagi sharoitlar hammasidan minnatdor biza. O'z jigarbandi bog'cha ostonasiga qadar kuzatib qo'yar ekan, ota-ona ta'lim, tarbiya olish bilan farzandining qanday taom iste'mol qilishini ham bilgisi keladi. Aksariyat ota-onalar farzandidan bog'chada nima yeding deb so'rashi bejiz emas. Shu ma'noda mutasaddilar bolalarni sifatli yegulik va tansiq taom yesin uchun hamma chorani ko'rishgan. Hozirda Buxoro viloyatida 470 va undan ortiq davlat bog'chalari mavjud. 430 tasini biz maxsus sut va sut mahsulotlari bilan ta'minlab beramiz. Bog'chadan yana alohida chiqib ketmasligi uchun bolalar bog'chasi uchun degan belgisini ham o'rnatib qo'yganmiz. Etiketkalarida bolalar bog'chasiga yetkaziladigan mahsulotlarimiz bir kun oldin ishlab chiqarilgan bo'ladi va bir kun kechlik davomida u ishlab chiqarish jarayoni tugagandan keyin ertalab o'sha bog'chalarga tarqatish boshlanadi. Sut mahsulotlarimizda 100% tabiiy, 100% javob bera olamiz bu narsaga. Quruq sut ishlatmaymiz, har qanaqa yog'lar ishlatmaydi, 100% tabiiy, hech qanaqa qo'shimchalarsiz.
Har sohaning rivoji albatta yangilikka intiluvchan, zamon bilan hamqadam yangi avlod mutaxassislar ta'limotiga bog'liq, ayniqsa ta'lim va tarbiyada. Buxoro viloyatidagi davlatgacha maktab ta'lim tashkilotlarida faoliyat olib borayotgan oliy ma'lumotli pedagoglar salmog'i o'tgan yilgiga qaraganda 8% ga oshdi. Malaka toifasiga ega tarbiyachi pedagoglar 294 nafarga ko'payib, 604 nafarga yetdi. Bundan tashqari, ta'lim sohasida Singapur tajribasi asosida tashkil etilgan kaskad usulidagi seminar treninglarda 721 nafar pedagog qayta o'qitildi. Mana 13 ta tuman shaharimiz bo'lsa, viloyatimizda bironta tumanimizda qamrovi 80% dan past emas. Bironta tumanimizda. Mana shu ikki tumanlardan kelgan bolalarimizni soniga ko'rib 100% dan oshgan tumanlarimiz bor. Mana shuning uchun bizda qamrab olinmagan maktabgacha ta'lim muassasasi mahallamiz yo'q, lekin qamrov darajasi pastroq bo'lgani bor. Bunga ana qo'shimcha ishlayapmiz. Qamrovimiz yana 14 mingta bolaga oshyapti. Mahalliy byudjetimizdan shu yil 2025-yilga o'ziga 82 milliard so'm pul ajratildi. Ya'ni 82 milliard so'm pul bu olis hududdagi mahallalarimizda maktabgacha ta'limi qamrovi past bo'lgan yoki maktabgacha ta'lim muassasasi mavjud bo'lmagan mahallalarga maktabgacha ta'lim muassasasini qurdik. Bu 23 ta maktabgacha ta'lim muassasasi qurdik. Bitta mahalliy byudjetda o'zida. Mana shunday ketma-ketlikda ishlayapmiz. Qayerda og'ir joyimiz bor? Birinchi navbatda biz e'tibor beradigan joyimiz, mana Qamrovda 91% ga chiqaradigan joyimiz biz og'ir joylarida boshladik. Bolalar ta'lim tarbiyasiga qaratilgan e'tibor jamiyat kelajagining mustahkam poydevorini yaratish deganidir. Mazkur yo'nalishda davlatimiz rahbari boshlab bergan tub islohotlarning Buxoro viloyatida amalga oshirilayotgan xayrli ishlar misolida namoyon bo'layotgani, bu endi mamlakat istiqbolining arxitekturasini yaratishga qodir yangi avlod voyaga yetkazish yo'lidagi fidoyi insonlar mehnatidir. Zero ortga qaytmas islohotlarning maqsadi ham shu. O'zbekiston kelajagini tafakkuri yuksak avlodlar barpo etadi.